Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana do'stlar, bizda skuterlarni har xillari kelgan. Bir qator sizlarga obzor qilib beramiz. Do'stlar, bularimiz 500 kilolik. Ham yuk yuklaysiz, ham buni orqa tomonga qo'yib olsangiz 4 kishilik, 3 kishilik bo'ladi. Bularimiz mana eshigini ochasiz, bemalol chiqib o'tirib ketsangiz bo'ladi. Eshigini rezinkalar qo'yilgan, ancha-muncha taqir-tuqir bo'lmaydigan holatda. Qulflab olib ketsanglar bo'ladi. Mana orqadan ko'rinishi Seven Motors degan firma. Do'stlar, sizlarga ekranlarni diqqatlab ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ekranlari ko'rinishi mana shu holatda. Mana bu pulti, mana magnitofoni bor. Magnitofon ishlaydi, eshitib ketaverasizlar. Telefon qo'yadigan joylari bor. Bu yerga ham qo'ysa bo'ladi telefonni. Mana plus shapkasi bor mana. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ichi ochiladi. Mana bu joyini ochsak bo'ladi. Ichlaridan orqa tomondan ko'rinishi. Hozir bu joyda ochib ko'rsataman sizlarga. Hop, mana do'stlar, sertifikati bor. Zaryadchigi bor. Zaryadchigi 2 soatda to'ldiradigan zaryadchidan. Plus bokovoy oynasi bor mana. Bokovoy oyna. Plus ключи, damkidan ключ, отверткasi bor, balon ключи bor. Hop. Yana plus mana bu joyini pastga qilib turib, buni chekaga qo'ysanglar, do'mga olib chiqib ketaveradi. O'rtaga qo'ysanglar, o'rtaga qo'yadigan bo'lsanglar, u sekin bir xilda yuradi. Agar mo chekaga olsanglar, eng tezi bu. Mana do'stlar, mana shu holatda boshqarsanglar bo'ladi. Bu torimizi, oyoqda ham torimizi bor. Oyoqda ham torimizi bor, qo'lda ham torimizi bor. Jidkis torimiz deydimi? Benzinli mana torimizi. Buni o'chirib qo'yamiz. Bir qator svetlarni ko'rsataymi mana sizlarga do'stlar? Sveti yonishi tiniq, yarki. Do'stlar, bizga aloqaga chiqarasizlar. Iloji boricha narxlarni arzonroq qilib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bularimiz 500 kiloliklar bularimiz. Yana bizda 300 kilo, 1 tonna, 1,5 tonnalilar ham bor. Do'stlar, bizga aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga ma'lumotlarni berib, narxlarni xudo xolasa arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Do'stlar, bizni podeshga qilib bitta-bitta layklarni bosish esdan chiqmasin. Hammaga omad, bizni kuzatishda davom etinglar.